Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Xo'p, bugun kanalimizda yangicharoq, ya'ni o'zbek tilida kontent bo'ladi. Bunda biz sizga qanday qilib o'zingizni Telegram bot yoki ma'lum bir har qanaqa bir server ishlaydigan narsalarni tekinga joylashni o'rgataman. Bu ancha yaxshi. Men prям 3-4 oydan beri ishlataman bu narsani. Shu oy mobaynida deyarli hech qachon bir to'xtashlar kuzatilmadi. Bundan tashqari biroz aytib ketishim kerak. Always Data bu narsa. Unga kirish uchun alwaysdata.com sayti bor. Uni dasturchi bo'lsanglar bemalol topasizlar, muammo bo'lmaydi. alwaysdata.com sayti. Qarasanglar bu yerda 3 ta variant bor. Tekin, plus va maksimum qiymatdagi 0 evroligi bor. Bizga asosan shu 0 evrolik kerak, chunki biz aynan sizga tekinga proyektni qo'shib o'rgatmoqchiman. Subscribe va biz Google bilan davom etaman. Biroz kutamiz bu joyni. Xo'p, barcha hosting yoki boshqa kerakli narsalarni maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Menga nima deyapti? Agar buni tanlasam pul so'raydi mendan. Agar birinchini tanlasam, ya'ni small tanlasam, mendan pul so'ramaydi. Shunaqamidi? Mana free, sorry. Free ni tanlasanglar pul so'ramaydi. Name. Meni ismim Vasiliy. Passwordga ham Vasiliy deb qo'yish niyatim bor. Xo'p. Roziman. Davay, roziman. Let's go. The name is not valid. Choose another. Vasiliy R. Vasiliy R. Yes, bu meni parolim. Bu parol ancha qayerda ishlatiladi bilmayman to'g'risi. Davom etaylik. Too weak. Okay. Use a strong password. Let's go. Yes, saqlab oldi. Close. Endi tushuntiryapti sizlarga. Bu yoqda aytyapti, disklar bor sizlarni, web sahifanglar bor, ya'ni sayt qo'shishingiz mumkin, boshqa narsa konfiguratsiya qilishingiz mumkin, domen ulashingiz mumkin. Email, ya'ni sizlarga o'zidan email chiqarib bera oladi. Databazaga ulanish ehtimoli juda maza, ya'ni MySQL bor, bu yerda PostgreSQL bor, RabbitMQ. Nimaligini bilmayman. Men asosan ikkitasini ham ishlatganman, hech qanaqa muammo bo'lmagan va PHP bor, muhimi shu. Xo'p, remote access bor. FTP, SSH va web developer, как вот не знаю. No, SSH yaxshi. FTP ishlatib ko'rmaganman ko'p, lekin aynan SSH ni bugun ko'rsataman sizlarga. Advanced sizlarga kerakli bo'lgan narsalar nima? Server status, shadow task va bizga aynan kerakligi servis xizmati kerak. Aynan shu yerda biz o'zimizning servisimizni qo'shsak bo'ladi. Tamom. Birinchi o'rinda biz o'zimizning akkauntimizni yaratib oldik. Undan muammo bo'lmadi. Endi nima qilasizlar sizlar? Ya'ni sizlar saytga dostуп olishingiz kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun bizga masofaviy ulanish kerak. SSH ulanish olamiz. Nimaga bilmayman, lekin aynan o'sha birinchi yaratgan login parol bilan ishlamaydi SSH. Biz yangi user qo'shamiz. Vasiliy R new deb beramiz. Passwordga nima deb beray? Passwordga bo'ldi. Qaranglar, birinchi nima kerak bizga? Buning uchun bizga nima kerak? ls cd. Xo'p, desktopga o'tay, cd. Xo'p, YouTube'ga kirdim, ls. Xo'p, okey, men shu yerda ishlamoqchiman. Nima kerak menga? SSH ulanmoqchiman. Va Vasiliy deyman-da. Ulanish uchun Vasiliy deyman-da, kuchukcha. Bilasizlar bu joyini. Submit. Okey, men saqlab oldim. Endi bu yoqda menda SSH chiqadi mana. Xo'p, buni ulayman. Mendan so'raydi, fingerprint qoladimi deyman. Okey, yes, roziman. Va men okey, men ls, ya'ni men o'sha SSH ulanish amalga oshirdim saytda rasman. O'zimizga endi proyektimiz uchun bitta page yaratib olamiz. Masalan, bot degan folder va bot folderiga kirib, xo'p, bundoq qilsam yaxshiroq ko'rinadi deysizlar. Okey. ls. Endi men botga nima qilaman? O'zim oldin tayyorlab qo'ygan kodim bor. O'shani yuklash niyatidaman aslida.
uzr. Xo'p, mana bugun ishlatmoqchi bo'lgan botimiz shunchaki bizga javob qaytarish kerak bo'ladi. Ya'ni bu hozir ishlamaydi, sababi hech qayerga ulanmagan. Xo'p, main payga kiramiz. Mana shu kodim bor menda. Aynan va men nano main.py deymanda, ya'ni SSH ulanishda. Nano bu ma'lum bir mana shu fayl bo'lsa o'zini tahrirlaydi, agar mavjud bo'lmasa yaratadi. Va GNU nano 7.2 versiyada paste qilaman. Ctrl O, Enter va Ctrl X bosib chiqaman. ls va Python fayl paydo bo'ldi. Endi men bu Python fayl ishga tushiraman. Python 3 bormi deb yoqdi. Okey, davay. Telebot. Pip install telebot. Tamam. Yuklandimi? Nazarimda yuklandi. Endi main payni ishga tushirdim. Menimcha ishga tushdi. Endi qaranglar. Ishga tushgandan keyin tekshirib ko'rishimiz kerak. Salom. Salom, bot muvaffaqiyatli ishladi. Demak, bizning botimiz ishladi. Endi agar bundan terminaldan chiqib ketsam, o'chirsam, bo'ldi, ishlamay qoladi bu narsa. Biz nima qilamiz, aytaymi? ls, ya'ni biza bot folderning ichidagi main payni ishga tushirishimiz kerak. Buning uchun bizga endi aytganimdek servis xizmati kerak bo'ladi. Servis qo'shamiz. Add servisi bosasizlar, user tanlaysizlar. Mana shu user, SSH user kerak bizga, chunki komanda nima? Python 3 main.py. Bu so'rovni qayerdan oldim? Ya'ni men ishga tushirishim uchun, ya'ni qani edi? Mana. Men Python faylni ishga tushirish uchun aynan shu so'rovdan foydalanganman. Python 3 main.py. Xo'p, qaysi direktoriyada ishlasin deyapti. Aynan shu koding deyapti. Men ishlagan kodim bot direktoriyasida edi. Ko'rdinglar? Bo'ldi. Endi qaranglar, submitni mana bir tomon ochib turaman. Startni bosaman, ishlamaydi chunki o'chirganman. Submitni bosdim va ishladi, ko'rdinglar? Bo'ldi. Endi buni bo'ldi, terminal mana o'chirib tashlayman, ya'ni chiqib ketdim terminaldan. Endi bu doim ishlayveradi. Masalan, sizlar ham hozir kirasizlar, mana shu botga kirsanglar, bu ishlayotgan bo'ladi. Tamom. Asosiy ko'rsatilgan narsam shu. Nimalarni ko'rsatish mumkin? Hozir bitta ko'ray. Yana nimalarni ko'rsatish mumkin bundan? Xo'p, bu yoqda saytlar o'zini sayti beradi. O'sha saytga o'zingizlar boshqa proyektlarni deploy qilishingiz mumkin. Bu shunchaki ishlab turgan sayt, ya'ni boshqalarga ko'rsatsanglar bo'ladi bu narsani. Hop, PHP da install application deyapti. Agar bu zo'r bo'libdi. Ya'ni oldin bu narsa yo'q edi. Men o'sha 3 oy oldin ishlatib boshlaganman. Lekin bu narsa yo'q edi. Rost ekanini aytaman. Bunchalik katta narsa yo'q. WordPress. Bu degani mana shu Always Data'ni o'zida WordPress sayt ko'tarib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqda nima bor, ya'ni Moodle bor. Moodle bu ta'lim platformalari bo'ladi. O'sha universitetlar, ba'zi bir universitetlar Moodle'ni qo'llab-quvvatlaydi. Xo'sh, yana nimalar bor ekan bu yerda? Django bor. Django'ni o'zi CMS deydimi, qanday edi? Xuddi shu bor. Ya'ni sizlar kod yozmasdan turib ham, kod yozish bo'yicha minimal bilimga ega bo'lib turib ham veb-sayt qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Joomla bor. Buni ham ko'pchilik ishlatadi. Laravel o'zi shu yerda bor. Bu juda zo'r. Ya'ni bu zo'r yangilanish bo'pti. Men oldin yo'q edi bu narsa. Xo'sh, nimalar qilamiz? Men bularni ko'rdim. Analytics bor, sites bor, hop, disk bor. Disk bo'yicha aytishim kerak. Sizlar qancha megabayt ishlatdinglar va qancha joylar qolganini disk bo'limidan ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda menga umumiy 1 gigabayt bergan va undan men 8.5 megabaytni ishlatyapman. Faylim 8.5 megabayt bo'lgan. Xo'p, mailing list bormikan? Agar adashmasam o'zim qo'shaman. Aynan mail qo'shishim kerak bo'ladi. MySQL databaselari, PHPMyAdmin bor bu yerda. PHP user yaratsanglar, PHPMyAdminga kirsanglar bo'ladi. Xo'p, buni ham hozir ko'ramiz. Database yaratmaymiz, user yarataman. User new deyman. Bu yoqqa ham nomlasam yaxshiroq variant. Submit va banda yaratildi. Men bu yoqqa nima qilaman aytaymi? Mana login bilan kirdim. Qarabsizlarki, men PHPMyAdmindaman. Uje ko'ryapsizlar, PHPMyAdmin juda yaxshi ishlaydi. Always Data uchun. Ya'ni men o'zim shu paytgacha aynan hosting sotib olib, men PHPMyAdminni ishlatardim. Lekin hozir ko'rganingizdek, bu yerda uje
ishlaydi hamma narsa. Create the base student, yes. Okay. Ishga tushib ko'rsak. Aksesdan. Lekin muammo yo'q. Bu narsa to'g'rilanadi. Men ishlatganman chunki bu narsadan. Ya'ni muammo chiqish kerak emas. O'zi to'g'rilanadi yoki o'zingiz to'g'rilaysizlar nastroykasidan. Muhimi shu. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, qolgan narsani ko'rsata olmas ekanman. Konfidensiallikka sal tushmay qolar ekan. Xo'p, OpenWidget yordam tipi bot nomi, shunchaki nom, lekin muhimi bizda bu shu bot ishlayapti. Tezligini o'zingizlar baho berasizlar, ya'ni qanchalik tez ishlayotganiga. To'g'ri, oddiy komanda, lekin juda tez javob beryapti. Xo'sh, tamom. Bugungi ko'rsatishim kerak bo'lgan narsa shu edi. Boshlang'ich proyektlar uchun juda mos keladi. Ya'ni sizlar Python Anywhere uje voz kechsanglar bo'ladi, chunki Python Anywheredan uje always ata ancha kuchli hamda umuman to'xtamasdan ishlab beradi. O'zingizlarni pulga sotib olgan hostingni mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Shu bugungi ko'rsatishim kerak bo'lgan narsa shu edi sizlarga. E'tibor uchun rahmat. Aytgancha, muhim narsani aytish esdan chiqibdi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Bu shart, to'g'risi menga bu narsa kerak. Tipa keyingi videolarda motivatsiya bo'ladi balki. Men bilmadim. O'zingizlarga havola. Kontentni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi.